Giyohvandlik olamida ikkita yo'l bor. Sotsang qamalasan, iste'mol qilib vaqtida to'xtamaydigan bo'lsang, uning oxiri o'lim bilan tugashi mumkin. Hamma o'ylaydi, bitta qilaman, bo'ldi, chiqib ketaman, irodam bor, qolganlarga o'xshamaganman, men erkakman deydi. Bitta qiladi, lekin qaytib chiqish iloji yo'q. Bitta tadbirni o'zida 50 kilogramm, 60 kilogrammgacha aniqlaydi. Bitta tadbirni o'zida. Endi tasavvur qiling, maktab qizlari ular, ikkitasi o'lgan. Peredozda. Qiz bilan tanishsangiz, o'sha nefing bormi deydi, bo'ldi. Любой narsaga rozi, nima qilsangiz. 2000-yil qizimiz aravachada psixoaktiv moddani ko'p miqdorda qabul qilgan. Qizchamiz bir umrlik nogiron.